Ichki ishlar boshqarmasi favqulodda vaziyatlar vazirligi Namanganda qurollangan xodimlar fuqarolarning xonadonlarida tintuv o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Uchqo'rg'on tumani Ko'prikboshi mahallasida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida tozalash tadbiri o'tkazilayotganini aytgan. Ichki ishlar boshqarmasi favqulodda vaziyatlar vazirligi va yuzi niqob bilan to'silgan qurolli Milliy gvardiya xodimlari fuqaroning xonadoniga kirib so'roqni boshlagan. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Namanganda sodir bo'lgan voqea yaqin kunlarda bo'lgan. Ko'pchilik ushbu videolar ostiga Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining harakatlari tufayli fuqarolarning uy-joy daxlsizligi buzilayotganini yozib qoldirgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasiga ko'ra, har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Asosiy qomusda uy-joyga kirishga, shuningdek, uni olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishi mustahkamlangan. Hozircha bu holat bo'yicha rasmiy munosabat berilmagan. Namanganda qurollangan xodimlar fuqarolarning xonadonlarida tintuv o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Uchqo'rg'on tumani Ko'prikboshi mahallasida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida tozalash tadbiri o'tkazilayotganini aytgan. Ichki ishlar boshqarmasi favqulodda vaziyatlar vazirligi va yuzi niqob bilan to'silgan qurolli Milliy gvardiya xodimlari fuqaroning xonadoniga kirib so'roqni boshlagan. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Namanganda sodir bo'lgan voqea yaqin kunlarda bo'lgan. Ko'pchilik ushbu videolar ostiga Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining harakatlari tufayli fuqarolarning uy-joy daxlsizligi buzilayotganini yozib qoldirgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasiga ko'ra, har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Asosiy qomusda uy-joyga kirishga, shuningdek, uni olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishi mustahkamlangan. Hozircha bu holat bo'yicha rasmiy munosabat berilmagan. Namanganda qurollangan xodimlar fuqarolarning xonadonlarida tintuv o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Uchqo'rg'on tumani Ko'prikboshi mahallasida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida tozalash tadbiri o'tkazilayotganini aytgan. Ichki ishlar boshqarmasi favqulodda vaziyatlar vazirligi va yuzi niqob bilan to'silgan qurolli Milliy gvardiya xodimlari fuqaroning xonadoniga kirib so'roqni boshlagan. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Namanganda sodir bo'lgan voqea yaqin kunlarda bo'lgan. Ko'pchilik ushbu videolar ostiga Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining harakatlari tufayli fuqarolarning uy-joy daxlsizligi buzilayotganini yozib qoldirgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasiga ko'ra, har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Asosiy qomusda uy-joyga kirishga, shuningdek, uni olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishi mustahkamlangan. Hozircha bu holat bo'yicha rasmiy munosabat berilmagan. Namanganda qurollangan xodimlar fuqarolarning xonadonlarida tintuv o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoq yaxshilab maslahatlashingda to'g'ri xulosa chiqarib xalqi bizaga o'xshagan blogerlarni tinch qo'ying. Shavkat Miromonovich, aks holda bu dunyoni ko'rmasangiz u dunyoda yaxshini ko'rasiz azobingizni. Sizni va sizga o'xshagan davlatdagi boshqa davlatdagi eng kuchli qamoq turmalar borku, o'sha yerda bir umrlik qamoq jazosiga o'tirgan, azob yeyotgan, eng zulm berayotgan turma qat, o'shani yuzga ko'paytirgan holatda Alloh o'zini jahannamda beradi. Qaysiki ojiz bandani, ojiz fuqaroni, ojiz xalqni haqiqatni, haqiqini talab qilish uchun chiqqan gap uchun, xatti-harakat uchun qamab o'ldirayotganingiz uchun 100 barobar qamoq jazosi bor Allohning. Shuning uchun maslahatim, sizni hurmat qilaman Shavkat Miromonovich. To'xtating xalqni, o'zbek xalqini qiynashni, o'zbek xalqini qiynashni to'xtating. Birinchi o'rinda blogerlarni, men va
menga o'xshagan insonlarni tinch qo'ying, erkinlik bering. Shavkat Miromonovich, bizani qamab nimaga erishmoqsiz? Bu dunyoda yashab qolarsiz. Oxiratda do'zax yomon bo'ladi. Shavkat Miromonovich, sizga jonim achganidan gapiryapman. Qo'ying xalqni, blogerlarni tinch qo'ying. Xonadonni bostirib kirishi, ko'chaga ushovli olib tiqib qamab o'ldirishi to'xtating. Xitoyga haydang, Xitoyga chiqarib yuboring. O'zimizni tadbirkorlarga erkinlik sharoit qilib bering. Davlat boyitadi. Tilla neftkondagilar hammasini ichki bozorda xalqqa o'ziga ishlatishga yo'l bering. Mana davlat boyitadi. Agar siz Allohdan qo'rqsangiz, o'zbek xalqini o'ylasangiz, shu maslahatimga rioya qiling. Shu gaplarim. Sizni hurmat qilaman. Rosa siz o'zingiz bilmasdan buyurib berib qo'ygansizmi bilmadim. Asosan kuch yetadi tizimlaringiz. Xalq ezvordi. Uni mana Xitoy kirgizyapsiz. Xalqi millatni yo'q qiladi. Shuning uchun qo'ying. O'z holiga Xitoyga qaytaring. Qamashni, o'ldirishni to'xtating. Eng birinchi o'rinda o'zbekni. O'z holiga qo'ying. Tadbirkorlikka yo'l ochib bering, aniq. Va to'siqlarni olib tashlang. To'siqlarni tadbirkorlardan. Har tomonlama. Yana takror etaman. Sizni hurmat qilaman, Shavkat Miromonovich.